بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بلغنا رمضان. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Ramazonga yetib keldik. Bugun Ramazonning birinchi kechasi. Ramazonning har kechasida jahannamdan ozod qilinuvchilar bo'ladi. Alloh taolo bizlarning badanlarimizni jahannamga harom qilsin. Allohga taqarrub qilish uchun katta fursat keldi. Agar bir narsani yaxshi ko'rsak, albatta o'sha narsaga yetkazuvchi narsalarni ham yaxshi ko'ramiz. Agar biz Allohni yaxshi ko'rsak va Alloh bizlarni ba'zi amallarga buyurgan bo'lsa, albatta bu amallarni yaxshi ko'ramiz va bu amallarni bajarish bilan quvonamiz. Alloh taolo aytadi: "Ayting, Allohning fazli va rahmati bo'lgan ana shu narsalar bilan quvoninglar." Albatta Allohning buyruqlarini bajarish odamlar to'playotgan mol dunyodan afzaldir. Alloh taolo Ramazonni farz qilgani haqida shunday dedi: "Ey iymon keltirganlar, sizlarga roza farz qilindi, xuddi sizlardan oldingilarga farz qilingani kabi, shoyatki taqvodor bo'lsangiz." Alloh taolo oyatda "Ey iymon keltirganlar" deb iymon egalariga xitob qildi. Agar insonda iymon mukammal bo'lsa, Allohning barcha buyruqlarini yengil bajaradi va Allohning barcha qaytarg'ilaridan osongina tiyiladi, chunki iymon asosdir. Ey iymon keltirganlar, sizlarga roza farz qilindi, xuddi sizlardan oldingilarga farz qilingani kabi. Demak, barcha payg'ambarlarning yo'llari bir yo'l. Roza faqat bizlarga farz bo'lmadi, balki bizlardan oldingilarga ham farz qilingan. Oldingilar bilan bizning roza tutishimizda ba'zi tafsilotlarda farqlar bo'lishi mumkin. Lekin umumiy suratda roza oldingilarga farz bo'lgani kabi bizlarga ham farz qilingan. Siz roza tutayotganda o'zingizni yolg'iz his qilmaysiz, balki oldingi ummatlar, avvalgi payg'ambarlar ham roza tutishgan. Xo'p, roza tutish bizlarga farz qilingan ekan, rozadan asosiy maqsad nima? Alloh taolo buni bayon qilib, shoyatki taqvo qilsangizlar dedi. Allohdan taqvo qilib, Allohning azobidan qo'rqib, Allohga osiy bo'lishdan chetlanish. Mana shu rozaning eng katta hikmati. Demak, asosiy maqsad Allohdan taqvo qilish. Ramazondan taqvodor bo'lib chiqsak, juda katta foyda bilan chiqqan bo'lamiz. Mana shu ko'z o'ngimizda bo'lish kerak. Allohdan taqvo qilish. Rozaning taqvodan boshqa yana ko'p manfaatlari bor. Islom ummati birlikni his qilishi, rozadorlarga taom berishning savobi, shayton zaiflashib, vasvasa qilish kamayishi, havoi nafsing harom ishlarga bo'lgan ishtiyoqi ozayishi, ochlikni his qilib, miskinlarga mehribon bo'lish va ularga sadaqalar qilish va sihat salomatlik va roza ibodatidan keyin boshqa ibodatlarga ham rag'batli bo'lish. طوبى لجيل توخى الوحي